1 million zakazimni o'zim bekor qildim va sababi pul emas edi. Bir qiz menga 3 xil buyurtma qildilar va oldindan 50% to'lovini qildilar. Men bozorga borib, kerakli materiallarni sotib oldim. Lekin shundan keyin hammasi boshlandi-yu qizlar. Har kuni fasoni o'zgardi. Bunisini dumaloq emas, bunisini to'rtburchak qilib bering. Bunisini shokilasini bunaqa qilib bering. Buni olib tashlab o'rniga buni qilib bering. Bu toshi yoqmadi. Men o'zi har safar mayli dedim, chunki mijozimni rozi bo'lishini xohlardim. Lekin oxirida tushundim. Ba'zida mijozga yoqimli qilish uchun qancha harakat qilsangiz ham, u odam o'zi nima xohlayotganini bilmasa, sizni shuncha qilgan mehnatingiz bekor bo'lib qolar ekan. Men unga pulingizni qaytaraman dedim, chunki men uchun faqat pul emas, qilgan mehnatimni qadri ham muhim edi. Oxirida pulini to'liq qaytardim, lekin bu voqeadan bitta xulosa oldim. Buyurtma olishdan oldin faqat narxini emas, mijozni aniq istagini ham hisobga olish kerak ekan.